Masalan, buni ham qo'lga berib ko'ramiz, ko'ringizmi? Bu sinishga surat bu. Ha. Ana iPhone'da hid bilish narsa bormi? Biz faqat sog'in sigir bo'lgani uchun sal o'tsak, Tezroq hazm bo'ladi. hazm bo'lish tezroq bo'ladi. Odaylanish tezlashib, sut tezroq chiqaradi. Pasport qilish kerak mollarga deb. Bu pasport deganda molni soliqqa olish emas, har bitta molni Zoti bo'lish bo'yicha. bilan yozishdi, u to'g'ri ma'noda aytadi. Biz Noto'g'richilik. 30 santimetr farq qilyapti. Bir oy, lekin tug'ilishida bir oy farqi bor, to'g'ri, lekin bir oyda 30 santimetr o'sib ketmaydi-da. Kunjarada aytyapman, paxta kunjarada 20-25%. Ha, Endi u ham zavod agar kuchli bo'lsa, undan ham kam bo'lib ketadi. shunday. Raps shirotda u tabiiy Qozog'istondan keladi. 40% dan yuqori. Molni uzoq yil, 10 yil, 15 yilgacha moldan foydalanaman desa, 5-10 yil. Kunjaradan butunlay voz kechishga mana shunday deb kerak. Samarqand viloyatida Pastdarg'omda turibdi bu mol, mana hozirgi paytda. Ko'plar bu videoni bir ko'radi, obuna bo'lmagan, ketdik, qaytib topolmaydi keyin, to'g'risi. Ha. Mazza qilib yeyapti o'zi ham. Mana. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana men o'sha tepada aytgan do'stimni fermasiga yetib keldim. 50 ga yaqin sut yo'nalishida va go'sht yo'nalishida nimalari bor. Endi 50 ga yaqin sut yo'nalishida, qolganlari endi o'sha go'shtga chiqqanini go'sht qilib sotadi. Xo'p, shu haqda hozir bugun kichkinagina men ko'ndirdim. Xalqqa manfaatli bo'lsin. Bizni kuzatadigan kuzatuvchilarimiz sut, ya'ni sigir boqadigan bo'lsa, yaxshi sut olishi uchun bitta ratsioningni tushuntirib ber deb iltimos qildim. Buni ham asosiy ish emas, ya'ni asosiy yo'nalish emas. Bu shu uchun vaqti ham joy ko'p emas, menga o'xshab. Nima deymiz? Hozir o'sha boshlaymiz. Mana 5,5 oylik bo'g'oz, ha bu? Hargisi 6 oy o'tyapti. Turbada ko'rinmaydi, turbasida. Ha, ko'rinar ekan, sut. Mana shu necha litr bu? Bochka? 60 mi 50? 45. Ha. Qora joyga qarang, ketgan ko'rinadi. Ha, pasta. Mana. Akram aka, ustimizga olib qo'ying. Aka YouTube'ga chiqasiz. Endi Nurbek jo'rabga mana bunisi. Mana shu sigirlar qochirish uchun olib kelingan alohida. Mujik. Mana. Mana shu sog'ayotgan payti mana bundan ildirib qo'yar ekan, boshqa payti aylanib yuraveradi. Indamay turishiga ham qarang bular. O'rganganda mana hammasi sog'in sigirlar. Bu sinishga surat bu. Ha. Ana iPhone'da hid bilish narsa bormi? Halva hidiga. Bizdagi bo'laveradi. Mana o'tiladi, yaxshi bo'ladi. Ha, bu simichka shirot, ha? Mana ko'rinishi. O'tilmagan qattiq ko'rinishi. Ha. Masalan, buni ham qo'lga berib ko'ramiz, ko'ringizmi? Mana. Granula ko'rinishini deyapti. Ha. Teksiydi. Biz faqat sog'in sigir bo'lgani uchun sal o'tsak, Tezroq hazm bo'ladi. hazm bo'lish tezroq bo'ladi. Odaylanish tezlashib, sut tezroq chiqaradi. Shunday. Keyin boyagi nimasini ham aytib keting, boyagi aytdingiz-ku?
axlat tashaganda masalan sog'in sigirda qanday bo'lsa yaxshi? Sog'in sigirda endi bu yerdan ko'rinadi hozir. Masalan, axlati tushgan paytda Mana ko'rsatamiz. balandligi 2-3 santimetr atrofida bo'lib yoyilishi kerak-da. Ha. Bir xilniki bor 4-5 santimetr mashinada to'g'ri bo'lib qoladi sog'in sigirda. Endi buni jarayoni, lekin u degani molda mana bu plyusga qattiq yemish ko'p degani. Ha. Bu mol hazm qilish jarayoni juda sekin ketyapti. Uni yumshatish uchun konsentrat bo'lish kerak. Ya'ni mana yillarni ko'tarish kerak yoki seroz ko'tarish kerak. Yoki hazm qilishga qandaydir dorilar bor edi, chimiritsadagi boshqalarga ularni bersang bo'ladi. Lekin bu mana shunday. Atamoq yoyilib ketishi ham yomon. Ha, 3-4 santimetrdan past bo'lib ketsa bo'lmaydi. Ha, 1 santimetr yoyilib ketsa, u ham yomon. Ichi o'tayotgan bo'ladi. Ha, lekin sog'in sigirniki o'zi 100% deb aqlab hisoblasa, shuni 20%, 30% quyuqligida ko'rsatish kerak-da. Nima desa bo'ladi, mana fanda ilmiy ish deydi-ku. Sizlar tushuntirib berishingiz oddiy odamlar uchun bir katta bir ilmiy ish deyapti. Shu sog'in sigirniki qancha aytganday orqasidan tushgan paytda, bitta joyga taxlit qilgan paytda 2-3 santimetr balandlikda bo'lib yoyilib, o'rtasi chuqurcha bo'lib qolsa, shuncha yaxshi hazm bo'layotgani belgisi bo'ladi. Yegan narsasi. Qancha ko'p tez hazm bo'lsa, molda yegan oziqasi 48 soatgacha ichida qoladi-da. Ha. U 48 soatdan ko'p qolib ketsa, undan energiya ajralmaydi. Bu mol qiynaydi. Shu 24 soat ichida bir kun ichida hazm bo'lib aylanib aborib bo'lishi kerak. Demak, mana shu molni axlatiga qarab yeydigan yemishi, yemi o'ziga qanday singyapti. O'sha haqida hozir ma'lumot aytib ketdi Shoruh do'stimiz. Rossiyskiy chorni o'stiraman. Ha. Endi jaydari deb qolganmiz va eski davrda o'zimizga moslashib qolganda bu mollar. Ha. Eski payti butun eskiga taqalgan rossiyskiy o'stiraman. Mana Izraelga galishdi. Ha, galishdi. Mana bu Chexiya mana. Ha, Chexiya. Ha, mana. Cheze turibdi mana. Bu 3 qorin mol. Hozir issiqlik qilyapti mollar ham. Mana bundan suv oqib nima bo'ladi? Yapsa, keyincha tayyorlab qo'yibmiz. Ha. Mollarga shabada aylash kerak birinchi o'rinda. Da, havo hamma jonzotga muhim. Da. Tezroq karbonat angidrik gaz tut. Havo juda muhim. Hali biz endi mana may oyi bo'lsa, Mana. yoz joyimizga endi ko'chamiz. Shu Germaniya galsi, shu 3 ta galsi. Ha, bunda yana bir narsa. Gallan moli deydi, hammasi suyakli bo'ladi. Ikki xili bor, ha buni? Gallan moli 60 xili bor. Yo'q-e? Ha. Galish deydi 60 xili bor. Senegal 32 xili bor. Oho. Estonda 10 dan ziyod xili bor. Ana. Uni hammasini istoriyasi bor deb aytadi. Ha, keyin bo'ynaga yana chiqdi pasport qilish kerak mollarga deb. Bu pasport deganda molni soliq olish emas, har bitta molda zoti bo'lish bo'yicha. bilan yozishdi, u to'g'ri ma'noda aytadi. Biz Noturchining. molga pasport nima kerak deb. Shu bizda shu endi eskilik sarqitlarni yo'qotish kerak. Mana bu ozgina ilm yo'nalishi bo'yicha ham ishlash kerak endi chorvada. Ilm tomonlama yondashish kerak. Keyin mana hozir sizda bitta narsa bo'yna gaplashdik. Galish deyim buni, sementaldi, ha? Adashmasam. Bizlar hozir Chatishtirgansiz. Krasik o'stiray bor, Eston bor, Galston bor, Semental bor. Hammasiga bitta urib qo'yapmiz, Semental. Nima deganda go'sht sut yo'nalishini mahsulotlarini oshirishimiz kerak. Faqat bizlar hozir qishloq sharoitida, O'zbekiston sharoitida faqat sut yo'nalishini qilish qiyin. Da. Nimaga deganda undan chiqadigan navoz tuzoqlar chiqib qolsa, to'kischalar chiqib qolsa. Shu navoz to'kisalarini sotlish juda qiynaydi keyin. Gibridlashgan variant u eksport effekti deyiladi. Eksport effektlarida mahsulotlar ancha yuqori bo'ladi. Eng yaxshi ishlaydi, go'sht ham yaxshi ishlaydi. Uchun semental urug' agar imkon bo'lsa, misol uchun bizlar hozir 5,000-6,000 dollarga kerak bo'lsa, chetdan Avstriyadan, Germaniyadan yo Estoniyadan xohlagan bir yaxshi davlatdan pasporti bor semental olib kelish kerak 5-6 dollar. Ha. Shunda yaxshi Galishda ham mana bu bo'yna biz ko'rdik. Hozir ko'rsatamiz. Mana bu galishtinlar bilan sementalni chatishtirganda bolasi bor. Keyin semental bilan sementalni bolasi bor. Bir oylik farqi bor ekan. O'shani hozir ko'rsataman. Lekin raznica dahshatda. Ya'ni semental bilan galishtin chatishtirilgan buqacha, ikkovi ham buqa edi, navoz. 30 cm farq qilyapti. Bir oy, lekin tug'ilishida bir oy farqi bor, to'g'ri, lekin bir oyda 30 cm o'sib ketmaydi-da. Mana hozir mana
sog'in sigirlar yemini tayyorlash jarayoni bor. Yangi Mana shuni ko'rsatamiz. Mana aka sut sog'ayapti. Ishlaga omad aka. Mana xalqqa xizmat qilyapti-da akamiz. Savobli ishlardan bittasi. Mana bu yoqqa hozir silos tuz aralashtirilgan, ha? Choriq tuz qo'yamiz. tuz qo'yilgan. 10 kilogramm masalan shu yerda Bittasi necha kilogrammdan tushadi? 13 kilogramm. Silos, ha? Общий silos yem aralashmasi pishadi. Ha. Bu silosimiz hozir 30 ta molga mo'ljallab tayyorlanyapti. Bu yem. Hozir kam ko'rinayotgan bo'lsa, katta tashkilot ekanmiz. 30 ta molga har bittasiga silosni o'zi 10 kilogrammdan tushishi kerak. Ha. 300 kilogramm silosimiz bor deydi. 30 ta molga mana shu yerda 10 kilogrammdan silos. Undan tashqari keyin mana bu makkani drabilkasi bor, maydalangan. Bundan mana shu narsada mana makka bor. Keyin Bug'doy arpa borami menimcha? Bug'doy bor. Ha, bug'doy bor. Makka masalan mana uni 100% deb hisoblasak, Ha. 40-45% makkaga, Ha. 30% yana 40-45% qarib arpa, 23-30% nima bug'doy. Bug'doy kamroq bergan ma'qul sog'liq sigirga. Sababi bug'doy ana uni yig'adi. Molni semirtiradi. Bu bizga semirtirishi buni kerak emas. Kunjara umuman yo'q bizda ratsionimizda. Faqat Kunjara yo'q. simichka va raps shirotlarimiz bor. Paxta kunjarasi yo'q. Simichka bundan raps. Va protein 20-25%. Buni simichkamizda mana shu bunda 35-36% protein bor. Hozir raps shirot deb ko'rsatamiz. Raps shirotimiz 40% dan yuqori. Bo'ldi. Endi shunda qarang. Energiyasi. Hozir bundan qo'shiladi, ha? Ikkalasi faqat. Raps ham bor. Ha, raps ham bor keyin, ha? Raps shirot qo'shiladi. Xullas, hozir uni ham mana qo'yamiz-da. Tak. Uni ham ko'rsatamiz. Xullas, bitta sigirga qanaqa qilib qancha yem shuni umumiy sizlarga hisoblab beramiz hozir. Ha. Aralashmada 4 kilogramm atrofida yeydi. Bu mana buni mikser olishimiz kerak. Biz asosan o'zi fermer emasmiz-ku. Ha. Asosiy ishimiz fermer xo'jaligi o'xshaydi, lekin dehqon xo'jaligi bizda. Shunday. Endi fermer xo'jaligiga o'tib ketishi ham mumkin. Katta mikser olishimiz kerak. Qo'lda cho'kib. Bu Shoruq do'stimizni ham asosiy ishi bu emas, menga o'xshab. O'shaning uchun ja kattalashtirib yubormagan bu yoqlarda ham. O'zini qiziqishidan kelib chiqib qilgan. Mana shu o'shanda ham shuncha katta bo'lib ketgan. O'zidan o'zi. Ha, endi demoqchiman, firma qilaman deb harakat qilmagan demoqchiman. O'shanday firma qilaman deb harakat qilmagan holatda ham mana shuncha kattarib ketgan, Xudo barakasini berib mana. Endi keyinchalik katta firma qilib yuborish ham mumkin o'zi. Yakshanba kunlari o'qib ishlaydi. Ha, yakshanba kunlari kelib o'zi ishlaydi atak. Ha, akalar bor. Ha, yemlar tayyorlaydi. Akram akani o'zi ortmaydi. Mana shu bolalarim bilan kelayotganda aka yemlarni taxlab tashlaykan. Qancha turadi? Bu tortilgan, to'g'rimi? Mana shu lagan ikkita. Ha. O'shanda bir mahaliga, mana men tushunishim bo'yicha, mana shu hozirgi 3 xil aralashma, mana makka, bug'doy, arpa va raps shirot 4 kilo beriladi bitta molga. Bir mahaliga. Qo'shnisini aytadigan bo'lsam, raps shirotimiz bitta sog'liq 30 litrlik sigir uchun 1 kilogramm raps shirot. Ha. Ya'ni 30 ta bo'lsa 30 kilogramm. Xo'p, 1 kilo 200 grammdan simichka shirot. Bu degani bir mahal uchun, ha? Ha, bir mahal uchun. Bu degani 39-40 kilogramm simichka shirot. 40 kilogramm o'tganmiz 60 litr suvga 100 kilogramm bo'lib mana shunda turibdi hozir. Ha. 40 kilogrammimiz mana shu 100 kiloga aylangan. 100 kiloga aylangan. Simichka. Ikkinchi bo'ynagi ma'lumotni ham aytib keting. Qaysi? Kunjara bilan masalan sizdagi raps shirotni oqsil farqi bor-ku? Ha, kunjarada aytyapman-ki, paxta kunjarada 20-25%. Ha. Endi u ham zavod agar kuchli bo'lsa, undan ham kam bo'lib ketadi. Shunday. Raps shirotda u tabiiy Qozog'istondan keladi. 40% dan yuqori. 45% gacha proteini bor. Protein bor. O'sha buqalarga ham o'sha narsa sabab tezroq semiradi. O'shani bo'lib bersalaring ham. Ha, u ko'pchilik o'ylaydi, boyagi yog'i zo'r bo'lsa deydi, foyda bor deydi. Ha. Yog' odamga foyda qilmagan, hovga foyda qilmaydi yog'. Yog' hammaga Shunday. Zarar, to'ppa-to'g'ri. Hazm bo'lishi qiyin. Shunday.
Bu yog'ni hazm bo'lishi qiyin uni. Shu uchun ham mana charvalarni odam yeyishiga ziyoni bor deydi-ku odamga. Xuddi shunday. Hozir mana shu bu juram chorva do'stim Pastarg'om, Samarqand viloyati Pastarg'om tumanida yashaydi. Shu atrofda mana raps shirotida mana yem. O'shandan normal tushirgan, o'ziga tushirgan. Kimlar xohlasa nomeringizni qo'yib yuboraman agar. O'sha yemga murojaat qilsa, ukangiznikimi, ukangiz shug'ullanadi-ku. O'sha yemni raps shirotni kimlar sinab ko'rmoqchi bo'lsa, telefonlashib kelsanglar beradi. O'sha pulini. O'ziga sog'lig'iga boqma ho'kizga ham o'zidagi mana bunaqa qo'shimcha yemlar bilan birga qo'shib kombinatsiya qilib 1 kilogrammni berish kerak. Voy qancha mavzu hammasini ma'lumotini beradi. Shunday. Faqat yemni berib yuborib, men berdim. Uni o'lcham bilan. Shunaqa, bu hammasi nima, biznes emas. Bu savob uchun birinchi o'rinda xalqimiz foydalansa, mana go'shtlar narxi ko'tarilib ketavermasa, odamlar duo qilib tursa yetadi bizga. Bu do'stimda ham, meni ham masalan o'zimiz ishimiz o'zimizga yetarli. Yem olib sotib daromad qilishga vaqtimiz ham yo'q. Endi to'g'ri yem bersin-da. Qarang. Mana tunikka surati 4200 masalan. Bunda protein mana oddiy so'zda aytyapman 37-38% aytyapman. Kunjarada yo'q menda. Lekin kunjarada paxta suratida 25. Aeroport degan yemi bor, anchada 25%. Yomonrog'ida 20. Kepakda-chi? Kepakda umuman nol. Kepakda yo'q. Shunday. Kepakda 200 olyapti. Undan ko'ra mana uni ko'rni ko'ryapsiz. Shunday. To'ppa-to'g'ri. Bunga men ham qiziqib qoldim. Qo'yga qanday bo'lar ekan deb. Tovuqda ham bo'ladi. O'sha qarang. Eng energiyasi zo'r narsa tovuq tuxumi, to'g'rimi? Tovuq tuxumini kaloriyasini oshirish uchun mana shu narsa beriladi tovuq. Tovuq fermani, tovuqqa tushunadigan, tovuq boqadigan o'z videoga bitta tushunyapti. Raps shirot, O'zi men ham qiziqdim. Qo'yga qanday bo'lar ekan bu? Qo'yda bir o'rganishga semirtirar ekan qo'ylarga. O'shani biz sinab ko'rishimiz kerak ekan. Agar masalan zo'r bo'lsa, masalan qo'y shundayda mana boqilayotganda oxirgi 1 oy 2 oy kunjara beradi qo'shib ko'plar. Ya'ni tezroq yetilsin, ko'proq ves qilsin deydi-da. Demak, oqsil bunda undan foizi baland bo'lsa, kunjaradan bu foydaliroqda. Bunisi nima endi? Bu raps shirotimizdan olib oling. Mana shu-da. Mana raps shirot o'zi asli ko'rinishi shunaqa. Buni agar internetga yozsa, raps deb ekani sap-sarg'u katta qozoq dashtlarida o'sadi. O'zbekistondagilarni kam. Lamli holatda o'sadi bu. Bu butun o'simlik o'rib olinadi. Qo'lni maydalab tashlanadi. Qo'lni maydalab, urug'i mana shunaqa. Xuddi beda urug'iga o'xshab. Beda urug'iga o'xshar ekan lekin haqiqatan. Suli beda urug'iga. Lekin juda ajoyib narsa, zo'r. Agar aytganingizdek, haqiqatan oqsil foizi baland bo'lsa, bu yuqishi zo'r bo'ladi, o'zgarishi. Sog'in sigirga bo'lsa, molni uzoq yil, 10 yil, 15 yilgacha moldan foydalanaman desa, 5-10 yil. Kunjaradan shunday voz kechishga mana shunday kerak. Kunjara ichki zuboylarni charchatadi. To'g'ri, nagroska bilan ishlaydi-da chunki oshqozon. Xo'sh, qaranglar mana akalar, ukalar, mana shu yerda silos bor. Makka bug'doy arpani drayverga chiqarilgani bor. Makka arpa bug'doy bitta molimizga qarang. Elementni ko'rish kerak. Bitta molga 1 kilogramga yaqin arpa. 1 kilogram makka, yarim kilo bug'doy tashlanadi bitta molga. Bitta mol uchun. 2,5 kilogram bo'ladi. Buchi? Mana u 800 gram 1 kilogram atrofida 2,5 kilo bo'ladi, undan 1 kilo, 1,5 kilo atrofida. Shirot, 30 litrlik sigirlar uchun. 30 litr sut beradigan sigirlar uchun shunaqa ratsion. Zo'r. Ana doktor tuzib bergan bizga veterinar. Buni o'sha o'zlarining veterinari bor. Shoir do'stimiz o'sha veterinari tavsiyasiga ko'ra bular bir xil bo'lmaydi, ya'ni kilogrammi. Kamroqdan oshirib hozirgi kunga qanchadirga yetib kelgan, to'g'rimi? Shunday. Endi u sut berish jarayoniga qaraydi. Shunaqa. Masalan, bug'doyni ko'taraversangiz, mol semirib ketadi, sut bermaydi. Faqat makkani ko'taraversangiz, sut beradi, o'zi oshib ketadi. Arpani ko'taraversangiz, oyog'iga nagrizka bor. Buni ko'taraversangiz, uchini turib ketishi mumkin. Hammasi bir-biriga kombinatsiya bo'lsa, shunaqa. shunda
yaxshi yuz chiqadi, yaxshi yerga beradi molga. Ko'pchilik bittasini faqat maysadan o'zim beraman deydi, bo'lmaydi. Faqat maysadan beraman bo'lmaydi. Kombinatsiya bo'lishi kerak. Shunaqa. Ratsion zo'r. Ratsion bo'yicha do'stimizni ukasi asosan shug'ullanadi bu yoqda. Nomerini qo'yib ketamiz. Telegramdanmi yozib, olmoqchi bo'lganlarga bemalol mana bu shirot kiyimi adashmasam, raps deganim, raps shiroti. Nima? Anchagina tushirgan, o'ziga tushirgan. Shu yaqin atrofdan kimlar so'rasa, qiziqsa beryapti. Almatadan kelyapti. Almatadan premium olib kelingan. Mana shu yem. Men ham qiziqib qoldim hozir. Bu qiziq, yaxshi narsa ekan, adashmasam. Bir agar zo'r natija bersa, misol uchun yemga qo'shib yorsa bo'ladi ratsion sifatida. O'zi berilmaydi buni, o'zi ziyoni bo'lsa kerak, ya'ni shunday qilib ketsa kerak. Bir tomonni ko'taradi, bir tomonni tushirib qo'yadi. Shunaqa, ha. Hamma tabiat shunaqa yaralgan. Bir xil narsa yeyaversa ham bo'lmaydi. Hamma jonzot. Xo'p, endi bitta umumiy bitta hisob-kitob qo'yarsak, Shoruq jo'ra. Shunda umumiy bitta mol uchun makka, bug'doy, arpa 4 kilogramm berilar ekan. 4-4,5 kilogramm. Endi o'sha ustiga qarab ekan u. Misol uchun kam berilyapti, ko'p berilyapti. Molning holati ichiga qarab beryapti-da bular masalan. Ichi misol uchun qotib ketsa, nimasidir ko'paytiradi. Shunaqa doktor tavsiyasiga qarab. Endi demak hozir 4 kilogramm makka, bug'doy, arpa driverkadan chiqqan. Keyin 10 kilogramm silos, ha? Bitta mol uchun. Bitta mol uchun. Silos kam beryapmiz. O'zida aslida 15-20 kilogramm berish kerak. Mana hozir may oyi kelib qo'ydi. O'sha yerga zaxira siloslarimiz tugyapti. Ha. Shuning uchun hisobiga biz Da. ana ko'kotdan beramiz. Bu bilan qo'shib ratsion qilamiz. Demak shu o'zi 10 kilo, 15 kilo atrofida bir mahal uchun gapiryapmiz, akalar. Bir mahal uchun. Endi keyin mana bu raps shirot qo'shilyapti. Raps shirot bu qancha qo'shilyapti bitta molga? 1 kilogramm. 1 kilogramm. 1 kilogramm. Bir mahal mana ratsion bo'lyapti. Bu uvutilgani qachon beriladi? Bu ham qo'shiladi mana. Shu bilan 1 kiloda, to'g'rimi? Yo'q, bu o'zi 1 kilo. Ha, demak uvutilmagani 1 kilo alohida. Buni ham o'tilmagan hisobida aytyapman. Ha. Endi bu yerda o'tilgan ko'payib ketgan, lekin o'tilmagan quruq massasi bitta molga 1 kilo 200 dan chiqadi. Tushunarli, ha. Quruq massasi uvutilishdan oldin 1 kilo 200 hisoblab uvutasizlarda bitta molga berasizlar. Demak, tepada aytganlarimiz ana shu bitta molning bir mahali, ya'ni 2 mahal beradi bir kunda. O'sha ratsioni. Endi videoni to'xtatib, orqaga qaytarib ratsionda kilogramm-grammlarni nima qilib olasizlar, iloji boricha. Biz endi shunaqa sal jaydarroq qilib video qilyapmiz. Ha, video qilish niyat yo'q edi, to'g'risi. Men jo'ram mana o'zi hangamaga bir aylangan keldik. Keyin shu bizni obunachilarga foydali bo'lsin deb mana shu mana sut yo'nalishini ko'rsatib beryapman endi. Shoruq do'stimizda sotiladiganlari ham bo'lib qoladi, ha, sizda. Mana bu ha, bolasi misol uchun navozchasi, ha? Nima bo'lib qolishi mumkin. O'sha yemga qo'yib ketgan. Ha, semental gibrid bo'ladi bu yoqda. Mana tepada aytdim, va'da qilaman, ko'rsataman deb uni ko'rsatib videosini qo'yib ketaman. Videoga olaman-da farqini. Mana qaranglar, mana shu hozir sog'ib bo'lindi. Nima surtildi bunga aka? Sog' bo'lingandan keyin mana bu dars shekar. Dayalni yo'q, ha? Ha, bu infeksiya, ha, shunaqa narsalar oldin bo'ladi. Yotganda mana joyi notoza-ku, mana tagini qarang. Ha. Tag kir, mikrob. Shunday. Yelindi uchib bitalar. Ha. Yelindi uchib bitalgandan keyin ichkaridan sut uncha chiqmaydi, tashqaridan mikrob chiqmaydi. Yelim himoyalanadi. Shunday. Mashalloh deb qo'yasizlar sigirlarga. Yana shunga o'xshagan infeksion virusli kasalliklar yo'qoladi. Shunday. Shu sog'ib bo'lingandan keyin shunday hammasiga uni surtib chiqyapti. 700 ming so'mlik dori olamiz, shu 30 ta molga 1 yil yetib o'tadi. Shunaqa. Oldini olishdaymi bu? Shunday. Bitta masjid bo'lsa, bitta molingizga Mana o'ynay 1 holat. million xarajat ketadi. Joy mana 3-4 sm. Bu 2-3 sm, Shoruq do'stimizni o'ylab topgan narsasi emas. Bu o'sha olimlar tomonidan o'rganilgan, ya'ni qanday axlat tashasa o'sha organizmiga
qancha yig'ayapti, ya'ni qancha olyapti yegan narsasidan deb o'rganib chiqilgan. O'shani endi izlanib biz do'stimiz o'zini hayotida o'shani qo'llab sizlarga ulashyapti. Mana yemini endi hozir tayyorlayapti. Bu yem boyagi shirot juda ham foydali o'xshab ko'rinyapti. Bu haqida yana shoir do'stimizga iltimos qilamiz. Kichkina videolar qilib tashlaydi. Ya'ni foydalari qanday berish kerak, qanaqa foydalanish kerak. Ratsionlar bo'yicha ham. Mikser olganimizdan keyin ham aralashtirib ko'rsatamiz. Da, ba'zir ko'ndirdim endi mana bu shu video qilib kamroq bo'lsa ham menga tashlab tursangiz, odamlarga, O'zbekiston xalqiga foydali bo'ladi deb aytdim. Keyin shunday gap bo'ldi, men yog'iga zaman dedi. Agar xohlaganlarga bo'lsa, yemini ham yetkazib beraveradi. Yog'ini aytdim. Nima farqi bor dedim. Joyi bor, kattagina joyi bor, mana bu skelati bor. O'sha yoqqa qo'ysa, odamlar izlab yurmaydi. Insofini yeb, falon pul ustiga qo'yib sotmaydi masalan. O'shani ham yetkazib beraveradi, kimlar xohlasa. Bu haqda ham videolar qo'yamiz, xudo xolasa, kuzatib borsanglar. Bundan keyingi videolarda albatta. Demak, ratsion bo'yicha bo'ldi, hammasi aytilgan gaplar. Endi Mana shu narsaga boya qo'shilib boshida tuz bilan birga edi. Video boshida Tuz bilan, ha, tuz. bilan birga. Velofos qo'shildi. Mana shu tribiklar qo'shiladi. Endi bu molni qochishiga, keyin normal har 12 soatda sutga ishlab chiqarishiga, ha, sut tarkibiga, masalan, sut tarkibi ham muhimda. Sizdan sut olgandan keyin kimdir sir qiladi, kimdir qatiq qiladi. Da. Chiqarayotgan mahsulot sifatli bo'lishi kerak. Shunday. Bu tibet yana suyirdi. Eng muhim narsa qochishiga katta foydasi bor. Endi bu ma'lumotlar hozir mana shu bizning videoda bitta ratsion bo'yicha. Videolarni berasiz, velofos degan nimasini beramiz. Velofos, ha? Velofos. Velofos u. Endi qarang, bu ma'lumotlarda ham hammasi bo'yicha bitta alohida video chiqib bersangiz, Shoruh. Ya'ni odamlar masalan hozirga aytilgan hamma ma'lumot eslab qola olmaydi-da. Ko'plar bu videoni bir ko'radi, obuna bo'lmagan, ketdi, qaytib topa olmaydi keyin, to'g'risi. Ha. O'shaning uchun kaltaroq videochalar ham qilamiz. Alohida menga o'zi video yozib tashlasa, kanalga qo'yamiz. Endi sizlar o'sha duo qilsanglar bo'ldi. Biz mana shu shoir do'stimizni chorvasiga shu foyda topsanglar, o'zlaring mana shu ratsionidan aytgan maslahatlardan duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. O'shani o'zi bizga yetadi. Mana endi oxirida suv ham qo'shar ekan ratsioniga. Suv qo'shib, yana bir aralashtirasiz, shu bilan tayyor, ha? Suv qo'shilishi shart обязательно. Namlik oshqozondan anaqa so'lak ajratib chiqaradi mol. Mana masalan, qarang. Bu o'zi quruq. Mana buni hazm qilish jarayoniga moslashish uchun oshqozondan suyuqlik ishlab chiqaramiz. Shunday. Bunda suyuqlik shart emas. Bizda ozgina suyuqlik bor. Sal ko'p bu, hali pastga aralashgandan keyin yo'qoladi. Mana shunday bo'lsa edi, iskaningizda barmog'ingizni qolish kerak. Da, hozir aralashsa o'zi shuning holatga keladi bu. Da, ya'ni qo'shimcha suyuqlik ishlab chiqarishini oldini kamaytirish uchun har bir molga 4 litrdan hisobida. Mana. Yana 15 kilo tashlayman, 30 kilo bo'lar ekan. Ha, mana hozir mana shu 15 kilosi olindi, ikkita mol uchun. Uyotda hozir yana bittalagan soladi, 30 kilo ikkita uchun bo'ladi-da. Shunda xullas bitta mol uchun 15 kilo. Hozir olib soladi. Mazza qilib yegan. Yo'qda so'g'uradi ekan. Nima turib yeveradi. Endi sigirni zo'rini olgandan keyin ratsionni ham zo'r qilish kerak akalar. Yeyishini qaranglar, mazza qilib yeyapti, mana qaranglar.
Mazza qilib yeyapti o'zi ham. Mana. Ana. Mazzami? Mazza qilyapti mana. Evet. Mana molni qaranglar qanday chiroyli. Mashalloh, ko'z tegmasin deb qo'yinglar. Mana. Mana. Xullas, ratsion bilan boqish kerak akalar. Shu bir lagan 15 kilo. 2 lagandan tashlanadi ikkita mol uchun. Yana bitta lagandan sop chiqadi-da bularga hammasiga. O'rtaliqda-da. Mana shu galishtin ha bu. Galishtin zotli mol. Bu go'shtga boqilgan ha. Go'shtga boqilgan. Mana shu qochmagan. Samarqand viloyatida Pastorg'omda turibdi bu mol mana hozirgi paytda. Mana shu do'stimizniki. Endi birdan qo'shib yuboraylik dedim. Sotyapti ekan. Qaysi qassoblar kimga qiziq bo'lsa, aka 170 ha bo'yingiz ha? 170 bo'yi. Mana mol. Hozirgi tepada ko'rsatib ketdik-ku bir ratsionlarni, qanaqa yem. Shunaqa yem yeb katta bo'lgan, semirgan mol bu. Mana. Go'shtga nomer qo'yamiz. Ha. Kim qiziqsa aloqaga chiqib olaversa bo'ladi, qassoblar, go'sht yo'nalishida ishlaydiganlar. Xullas, nomer qoldiramiz. Telefonlashib, Samarqand viloyati, Pastorg'om tumani, men Samarqand viloyatining o'zimi. 90 ming so'mdan, ha? 90 ming so'm kelishtirib qo'yib beramiz. Ha. Joyviska narxi 50 ming, 52 mingdan beramiz. Joyviska 50 mingdan berar ekan mana. 90 ming so'yib berar ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizni do'stimizni o'zini moli, semiz. Go'sht to'g'ri qiladi. Bu galishtin germanskiyda. Germanskiy. Suyagi katta emas. Suyak kichkina ekan haqiqatan. Ana bu ilk suyaklari joyida-da. Zo'r ekan. Qo'yib yuboramiz buni. Aloqaga chiqaverasizlar. Demak, charchamaymiz. Katta rahmat amaga.